5-chi savoldan boshlaymiz. Quyidagi ugli vodorodni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. Xo'p, demak, birinchisi SH beryapti. SH. Keyin 3 ta uglerod, demak, uglerodda 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bunda 3 bog' saqlaydi dastlab. Uglerod biriktiramiz, unga SH2 birikyapti. SH2 birikyapti. Unga keyin yana SH birikyapti. Lekin orqali birikadi. Mana SH2 bo'lsa, SH. Keyin metil radikalidan ikkita yozilyapti. Demak, dastlab buniki SH3 va SH3 holatda yozib olaman. Metil radikalda ikkita berilyapti. Bolalar qaranglar. Asosiy zanjirda 3 bog' tutgan tomondan nomlaymiz, to'g'rimi? Demak, asosiy zanjirda uglerod atomlar sonini hisoblab olaman. 1 2 3 4 5. Demak, asosiy zanjirda 5 ta uglerod bor. 4-chi uglerodda metil radikali kelib birikyapti. Birinchi uglerodda esa nima bor? 3 bog' bor. Demak, quyidagicha nomlaymiz. 4 metil pentin. 1da 3 bog' bo'lgani uchun bir holatda yoziladi. Nomlanishi 4 metil pentin 1. Javobni topamiz. Mana javobimiz A javobga to'g'ri keladi. Keyingi alkillarga tegishli alkenlardan nechta pi bog'ga farq qilishini toping deyilyapti. Bolalar, nechta pi bog'ga farq qiladi, bilamizmi? Bittaga farq qiladi, to'ppa-to'g'ri. A javob. Pentin 2 va pentin 1 bir-biriga nisbatan nima hisoblanadi deyilyapti. Bilamizmi buni ham? Ikkalasi bir xil. Bir xil, lekin tuzilishi bilan nimasi bilan farq qiladi? Izomerligi bilan farq qiladi. Javobimiz 2. 2 javob D javobda turibdi. Ko'rdinglarmi? Pentin 1 molekulasi uchun ochiq zanjirli izomerlar soni nechta bo'ladi deylar. Bolalar, pentin 1 uchun topib chiqamiz. Demak, nima bo'ladi pentin 1da? Asosiy zanjirida 3 ta bog' bo'lgani uchun pentin 1 holatda bo'ladi. Demak, ochiq zanjirlar topib chiqaman, bolalar. 1 2 3 4 5. Demak, asosiy zanjirda mana birinchisida mana pentin 1 holatda yoziladi. Mana shunday holatda yoziladi. Endi mana shu uchun ochiq zanjirli izomerlar soni nechta deylar, bolalar? Endi pentin 1 holatda nomladik. Ikkinchisi uglerod 4 ta 5 ta. Bolalar, mana bu joyga 3 bog'ni biriktirishimiz mumkin. Ochiq zanjirli bo'ldi. Biriktirishimiz mumkin. To'g'rimi? Bu yoqdan nomlasak boshqa yo'q. Bu yoqdan nomlasak ham 2 ga 3 bog' birikadi, bu yoqdan nomlasak ham 2 ga 3 bog' birikadi. Demak, bu to'g'ri, bitta chiqadi. O'zidan ham o'zini ham olamiz, normal holatda olamiz deymiz bularda. Xo'p, keyin yana olishimiz mumkinmi? Mumkin. Misol uchun uglerodga 1 ga 3 bog' beradigan bo'lsak, uglerod 4 ta bo'ldimi? Mana bunga radikal biriktiradigan bo'lsak, bu yoq tomondan ham dastlabki 1 ga 3 bog' turib, uchinchisiga uglerod beradigan bo'lsak, bir xil bo'lib qoladi. Demak, ochiq zanjirda bu ham to'g'ri keladi. Endi 3 ta bersak bo'lmaydi. Bolalar, 4 ta holatda yozib bo'lmaydi. Demak, asosiysi 3 ta ochiq zanjirli pentin 1 molekulasi izomerlari mavjud ekan. Boshqa yozib bo'lmaydi, misol uchun. Xo'p. Demak, javobimiz B javob holatda bo'ladi. Keyingisi geksin 1, geksin 2, geksin 3. Qanday turdagi izomeriya mavjud deyilyapti, bilamizmi bolalar? Geksin 1, geksin 2, geksin 3. Bolalar, qaysi mavzuda o'tdik? 3 bog'li holati. Ana 3 bog'li holat bo'ladi. Ya'ni alkinlarda nimaga alkin derdik? Tarkibida 3 bog' bo'lgani uchun. Shuning uchun 3 bog'li holat deymiz. Keyingisi bolalar, astilen gamonliklarni ko'rsating deyapti. Gamonlik deb nimaga aytardik o'zi? SH2 ga farq qilgan. To'ppa-to'g'ri. Astilen S2H2. Bolalar, SH2 ga farq qilish kerak ekan. Qaranglar. Xo'p, bitta uglerod, ikkita vodorod qo'shdik. 2 ga 1 ni qo'shsak S3, vodorodga 2 da 2 ni qo'shsak H4. To'g'ri keldimi? To'g'ri keldi. S3H4. Demak, mana A javobda turibdi mana. S3H4. Keyingisi bolalar, S3H6 ekan. Bu 2 ni chiqarib yuboramiz. 2 javob chiqarib yuborsak, B bilan D chiqib ketdi. Keyingisi S javobda S3H8. Bu alkan bo'ladi. Bu gamonlikka to'g'ri kelmaydi. Keyingisi S4H6 bo'ladi. S3H4 ga gamonlik SH2 qo'shadigan bo'lsak, uglerodga 1 ni qo'shsak uglerod 4, vodorodga 4 ga 2 ni qo'shsak H6 mana. S4H6 4 ni qo'shsak bo'lar ekan. Demak, javobimiz 1 va 4. A javobga to'g'ri kelar ekan.